Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim va ko'pchilikni xavotirga solayotgan masalani tushuntirib beraman. Pensionerlarni ayrim muassasalarga kiritishmayapti. Endi pensionerlar ostonadan qaytariladi. Rasman taqiq qo'yildi degan gaplar nimani anglatadi? Bu xabar har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning ota-onamiz, buvimiz, bobomiz yoki qarindoshimiz pensioner. Agar bu masalada bitta noto'g'ri harakat qilinsa, odam nafaqasini, davolanish imkoniyatini, bankdagi pulini yoki muhim hujjatini vaqtida ololmay qolishi mumkin. Men bu mavzuni ekspert sifatida oddiy tilda, vahima qilmasdan, lekin juda aniq qilib tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Qanday holatda kirishga ruxsat berilmaydi, qanday holatda esa sizni qaytarish noqonuniy bo'lishi mumkinligini aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday huquqiy va amaliy ma'lumotlar aynan zarur paytda asqotadi. Avvalo eng asosiy narsa aniqlab olaylik. Pensionerlarga kirish taqiqlangan degan ibora ko'pincha odamlarni qo'rqitadigan sarlavha sifatida tarqaladi. Aslida masala har doim ham pensioner bo'lgani uchun kiritilmaydi degan emas. Ko'p hollarda gap muassasalarda kirish tartibi kuchaygani, navbat elektron shaklga o'tgani, oldindan yozilish talabi paydo bo'lgani. Ayrim xonalarga faqat ruxsatnoma bilan kirish mumkinligi yoki xizmat masofadan ko'rsatilayotgani haqida ketadi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p joylarda pensioner ertalab borardi. Qorovulga yoki navbatchiga men pensiya masalasida keldim. Men bank kartam bo'yicha keldim. Men shifokorga kiraman dedi va ko'pincha aytgan o'tkazib yuborishardi. Hujjatlar yetishmasa ham xodim mayli kiravering. Ichkarida so'raysiz derdi. Navbat jonli edi. Ya'ni kim oldin kelsa o'sha kutardi. Bu pensionerlar uchun bir tomondan qulay edi. Chunki telefon, internet yoki elektron navbatni tushunish shart emasdi. Lekin ikkinchi tomondan tartibsizlik, uzoq kutish, tiqilinch, asabiylashish, ba'zan tanish bilishchilik ham bo'lardi. Hozir nima o'zgardi? Hozir ko'p davlat idoralari, banklar, tibbiyot muassasalari, ijtimoiy xizmat markazlari va boshqa tashkilotlarda kirish nazorati kuchaydi. Buning bir nechta sababi bor. Xavfsizlik, hujjat aylanishini tartibga solish, odamlar oqimini kamaytirish, elektron navbatni joriy qilish, xodimlarning ish vaqtini aniq rejalashtirish, shuningdek xizmatlarni masofadan ko'rsatish. Ya'ni muassasa pensiya kirishi mumkin emas demasligi kerak, lekin oldindan navbat oling, shaxsni tasdiqlovchi hujjat ko'rsating. Bu bo'limga faqat ruxsatnoma bilan kiriladi. Bu masala telefon yoki onlayn hal qilinadi deyishi mumkin. Mana shu farqni tushunish juda muhim. Agar pensionerni faqat yoshi yoki pensiya olgani uchun qaytarishsa, bu adolatsizlik va ko'p holatda qonuniy asosga ega emas, ammo muassasa umumiy tartibni hamma uchun bir xil qo'llasa, masalan, pensionerga ham yosh odamga bugun qabul kuni emas desa, bu boshqa masala. Asosiy qism men. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olsin, kim xavotir olmasin? Men eng avvalo pensionerlarning o'ziga va ularning farzandlariga shuni aytaman. Har qanday muassasaga borishdan oldin 3 ta savolga javob toping. Birinchisi, bu muassasa mening masalamni hozir jonli qabul orqali hal qiladimi? Ikkinchisi, kirish uchun qanday hujjat kerak? Uchinchisi, oldindan navbat yoki ruxsatnoma talab qilinadimi? Masalan, bankka borayotgan pensionerni olaylik. U har oy pensiyasini kartadan yechadi. Oldin bank filialiga kirib, kassaga navbatga turardi. Hozir ayrim banklarda kassaga kirish uchun elektron navbat olinadi. Ayrim joylarda kartani bankomat orqali ishlatish tavsiya qilinadi. Ayrim joylarda esa faqat karta bloklangan, PIN kod unutilgan yoki shaxsiy ma'lumotni yangilash kerak bo'lsa, ichkariga kiritiladi. Agar pensioner shunchaki pul yechmoqchiman desa, xodim uni bankomatga yo'naltirishi mumkin. Bu taqiq emas, xizmat ko'rsatish tartibining o'zgarishi. Lekin pensioner bankomatdan foydalana olmasa, ko'zi yaxshi ko'rmasa, qo'li titrasa yoki kartasi ishlamasa, bank xodimi yordam berish kerak. Uni siz pensionersiz, kirmaysiz deb qaytarish to'g'ri emas. Yana bir misol, tibbiyot muassasasi. O'lin tekis yoshli ayol poliklinikaga boradi. Oldin terapevt eshigi oldida kutardi. Hozir esa registraturada siz oldindan yozilmagansiz. Bugun qabul to'la deyishlari mumkin. Bu yerda ham masala yosh bilan bog'liq emas, balki navbat bilan bog'liq. Agar holat shoshilinch bo'lmasa, oldindan yozilish talab qilinadi. Lekin agar odamning qon bosimi 200 ga chiqqan bo'lsa, yuragi sanchayotgan bo'lsa, hushdan ketish xavfi bo'lsa,
navbat yo'q deb uni tashqarida qoldirish mumkin emas. Shoshilinch tibbiy yordam holatida yoshdan qat'iy nazar yordam ko'rsatilishi kerak. Yana bir holat davlat xizmatlari markazi yoki ijtimoiy himoya idorasi, pensioner uy-joy subsidiyasi, nafaqa qayta hisoblanishi. Nogironlik bo'yicha ma'lumot kompensatsiya yoki ariza masalasida keladi. Oldin ichkariga kirib xodimdan so'rardi. Hozir ko'p xizmatlar elektron tizim orqali yuritiladi. Xodim arizani portal orqali yuborasiz yoki mahalla orqali murojaat qilasiz deyishi mumkin. Bu ham pensioner kirmasin degani emas. Ammo pensioner internetdan foydalana olmasa, unga tushuntirish berish, yo'l yo'riq ko'rsatish. Zarur hollarda ariza berish tartibini yozib berish kerak. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Masalan, 72 yoshli otaxonning farzandlari boshqa viloyatda, telefonida internet yo'q, ID kartasi eski, bank kartasi muddati tugagan. Bunday odam muassasaga borsa, bitta hujjat yetishmagani uchun qaytishi mumkin. Unga oldindan yordam kerak. Ikkinchi guruh nogironligi bor pensionerlar. Agar odam aravachada yursa yoki mustaqil harakatlana olmasa, muassasa binosiga kirishning o'zi muammo bo'lishi mumkin. Bunday holatda pandus kuzatuvchi masofaviy xizmat yoki uyga borib xizmat ko'rsatish imkoniyati bor yo'qligini oldindan aniqlash kerak. Uchinchi guruh hujjatlari tartibda bo'lmagan pensionerlar. Pasport yoki ID karta muddati, yashash manzili, telefon raqami. Bank ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, muassasalarda ko'p eshik yopilgandek tuyuladi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar pensionerning shaxsini tasdiqlovchi hujjati bor bo'lsa, oldindan qabulga yozilgan bo'lsa, qaysi masala bilan kelayotganini aniq bilsa, kerakli hujjatlarni olib borsa, odatda muammo bo'lmaydi. Masalan, 65 yoshli pensioner bank karta almashtirish uchun bormoqchi. U ID karta, eski bank kartasi, telefon raqami. Agar kerak bo'lsa, ariza bilan boradi. Bankning ish vaqtimlarda elektron navbat olgan. Bunday holatda uni kirgizmaslikka asos yo'q. Real hayotdagi yana bir misolni ko'raylik. 70 yoshli onaxon pensiyasi kam hisoblanayotganini sezdi. U mening ish stajim 35 yil, lekin pensiyam 1 million 200 ming so'm chiqyapti. Qo'shnimniki esa 1 million 600 ming deb o'ylaydi. U mas'ul idoraga boradi. Agar u faqat og'zaki shikoyat bilan borsa, xodim ariza yozing, hujjatlarni olib keling deb qaytarishi mumkin. Bu kiritmaslik emas, tartib. Lekin onaxon mehnat daftarchasi nusxasi pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot. Pasport yoki ID karta, bank kartasi rekvizitlari ariza bilan bo'lsa, masala ancha tez yuradi. Farq mana shunda. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, muassasa kirishini cheklashi mumkin bo'lgan joylar bor. Masalan, bankning kassa o'rti, arxiv xonasi, server xonasi, to'g'ri saqlanadigan maxsus xona, laboratoriya, tergov yoki maxfiy ma'lumotlar bilan ishlaydigan bo'lim, bolalar muassasasining ichki hududi. Bu joylarga nafaqat pensioner, balki oddiy fuqaro ham kira olmaydi. Chunki u yerda xavfsizlik, maxfiylik yoki sanitariya talablari bor. Shuning uchun meni pensioner bo'lganim uchun kiritishmadi deyishdan oldin qaysi hududga kiritishmaganini aniqlash kerak. Umumiy qabulxonaga kiritmadimi yoki maxsus xonagami? Bu ikki holat bir xil emas. Ikkinchi nozik jihat, ayrim muassasalarda kirish faqat buyurtma yoki ruxsatnoma bilan bo'ladi. Masalan, yirik zavod, ombor, harbiylashtirilgan obyekt, yopiq turdagi tibbiy bo'lim, reabilitatsiya markazi, ayrim ta'lim muassasalari. Agar pensioner sobiq ish joyiga kirib, arxivdan ma'lumot olmoqchi bo'lsa, uni to'g'ridan to'g'ri sex yoki arxivga qo'yib yubormasliklari mumkin. To'g'ri tartib shunday. U qabulxonaga murojaat qiladi, ariza beradi, shaxsini tasdiqlaydi. Keyin mas'ul xodim hujjatini tayyorlab beradi yoki qabul vaqtini belgilaydi. Uchinchi nozik jihat. Pensioner so'zi ba'zan noto'g'ri ishlatiladi. Masalan, ba'zi joylarda keksalar, yosh bolalar, homilador ayollar binoga kiritilmaydi degan gap vaqtinchalik xavfsizlik tadbiri sifatida aytilishi mumkin. Bu, masalan, ta'mirlash ketayotgan, zina poyasi xavfli, lift ishlamayotgan yoki epidemiologik cheklov bor joylarda uchraydi. Lekin bunday holatda ham muassasa xizmatni boshqa shaklda ko'rsatish kerak. Telefon orqali tushuntirish, masofaviy ariza, vakil orqali topshirish, uyga borish xizmati yo'q, alohida qabul vaqti. Faqat kirmang deb qo'yish yetarli emas. 4-nozik jihat, pensionerning vakil orqali ish yuritish masalasi. Ko'p pensionerlar farzandini yuboradi. Borib bilib kel, ariza topshir, pulni yechib kel
Lekin hamma ishni farzand shunchaki og'zaki iltimos bilan qila olmaydi. Bankda pul yechish, notarial harakat, shaxsiy ma'lumot olish, tibbiy sirga oid hujjat olish uchun ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Masalan, 75 yoshli otaxon kasal, o'zi bora olmaydi. O'g'li bankka borib, dadamning pensiyasini bering desa, bank bermaydi. Bu bankning yomonligi emas. Bu pul egasini himoya qilish. To'g'ri yo'l. Notarial ishonchnoma, ayrim hollarda uyga notarius chaqirish yoki bankning masofaviy xizmat tartibini so'rash. 5-nozik jihat. Qo'riqchi yoki eshikdagi xodimning gapini yakuniy qaror deb qabul qilmang. Ko'p muammolar aynan eshik oldida boshlanadi. Qo'riqchi ba'zan tartibni to'liq bilmaydi, ba'zan noto'g'ri tushuntiradi, ba'zan bugun qabul yo'q deb umumiy gap aytadi. Men har doim maslahat beraman, agar sizni kiritishmasa. Xotirjam ohangda iltimos, qaysi hujjat yoki qaysi ichki tartib asosida kiritilmayapti. Mas'ul xodimni chaqiring deb so'rang. Janjal qilmang, ovoz ko'tarmang, lekin asos talab qiling. Chunki og'zaki mumkin emas degan gap huquqiy asos bo'lib qolmaydi. 6-nozik jihat. Ayrim xizmatlar uchun pensionerning shaxsan borishi shart emas, lekin ayrimlari uchun shart. Masalan, ma'lumotnoma olish, ariza yuborish, navbatga yozilish ko'pincha masofadan yoki vakil orqali bo'lishi mumkin. Lekin biometrik ma'lumot, imzo, bank identifikatsiyasi, tibbiy ko'rik, notarial tasdiq kabi ishlar uchun shaxsning o'zi kerak bo'ladi. Shuning uchun meni chaqirishdi, demak nohaqlik yoki meni kiritishmadi, demak taqiq deb xulosa qilishdan oldin xizmat turini aniqlash zarur. Endi aniq harakat rejasini beraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki pensioner ota-onangizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, muassasaga borishdan oldin quyidagilarni tayyorlang. Birinchi qadam, maqsadni aniq yozib oling. Pensiya masalasi degan umumiy gap yetarli emas. Masalan, pensiyani qayta hisoblashni so'rayman. Bank kartam muddati tugagan, tibbiy ko'rikka yo'llanma kerak. Nogironlik bo'yicha hujjat topshirmoqchiman. Arxivdan ish staji haqida ma'lumot kerak deb aniq yozing. Maqsad aniq bo'lsa, sizni kerakli bo'limga yo'naltirish oson bo'ladi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda quyidagilar kerak bo'ladi. Pasport yoki ID karta, pensionerlik guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganiga oid ma'lumot, bank kartasi yoki rekvizitlar, telefon raqami. Agar ish staji masalasi bo'lsa, mehnat daftarchasi yoki uning nusxasi. Agar tibbiy masala bo'lsa, yo'llanma va oldingi tahlillar. Agar vakil borayotgan bo'lsa, ishonchnoma. Hujjatlarning aslini va nusxasini alohida papkaga soling. Ko'p pensionerlar muassasaga borib, uyda qolib ketibdi deb yana qaytishga majbur bo'ladi. Bu esa vaqt, yo'l, puli va sog'liq uchun ortiqcha yuk. 3-qadam, oldindan qo'ng'iroq qiling. Muassasaning telefon raqamini toping, ish vaqtini, qabul kunini. Tushlik vaqtini oldindan yozilish kerak yoki kerak emasligini so'rang. Agar telefonni ko'tarmasa, mahalla yaqin davlat xizmatlari markazi yoki muassasaning rasmiy sayfasi orqali ma'lumot oling. Farzandlar, iltimos, ota-onangizni ertalab sovuqda yoki issiqda borib ko'ringchi deb yubormang. Avval o'zingiz aniqlab bering. 4-qadam, agar kirishda to'xtatsa, 3 jumlani ishlating. Birinchi jumla, men falon masala bo'yicha keldim. Mas'ul xodim bilan gaplashishim kerak. Ikkinchi jumla, agar kirish mumkin bo'lmasa, iltimos, yozma tartib yoki asosini tushuntiring. 3-jumla, murojaatimni qabul qilish tartibini ayting. Arizamni qayerga topshiraman? Bu jumlalar janjal emas, qonuniy va madaniy talab. 5-qadam, ariza yozishni o'rganing. Oddiy ariza quyidagicha bo'ladi. Kimga kimdan, manzil va telefon raqami, masalaning mazmuni, talab, sana va imzo. Masalan, men falonchi pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman, chunki falon yillarda ishlagan, stajim hisobga olinmagan deb hisoblayman. Ilova qilinadi. Mehnat daftarchasi nusxasi, ID karta nusxasi, pensiya ma'lumoti. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini topshiring. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. Agar qabul qilishmasa, pochta orqali yoki elektron murojaat orqali yuborish mumkin. 6-qadam. Noqonuniy qaytarish bo'lsa, shikoyat qiling. Agar sizni faqat pensioner bo'lganingiz uchun, ya'ni yoshingiz sababli umumiy qabulxonaga ham kiritishmasa, mas'ul rahbarga yozma murojaat qiling. Muassasa rahbari nomiga shikoyat yozing. Bank bo'lsa, bankning bosh ofisiga va tegishli nazorat organlariga murojaat qilish mumkin. Davlat idorasi bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga, adliya organlariga, virtual qabulxonalarga yoki ishonch telefonlariga murojaat qiling. Tibbiy muassasa bo'lsa, sog'liqni saqlash tizimidagi mas'ullarga murojaat qiling.
Eng muhimi, faktlarni yozing. Sana, vaqt, joy, kim to'xtatdi, nima dedi, guvoh bormi? Sizda qanday hujjatlar bor edi? 7-qadam. Audio video masalasida ehtiyot bo'ling. Ba'zan odamlar darhol telefonni chiqarib, janjalni suratga oladi. Bu vaziyatni yanada keskinlashtirishi mumkin. Agar dalil kerak bo'lsa, qonuniy doirada boshqalarning shaxsiy hayotiga aralashmasdan avvalo yozma javob talab qiling. Eng kuchli dalil ko'pincha baqir-chaqir videosi emas, balki qabul qilinmagan ariza, yozma rad javobi yoki guvoh ko'rsatmasi bo'ladi. 8-qadam. Farzandlar uchun alohida maslahat. Ota-onangizning hujjat papkasini tartibga soling. ID karta nusxasi, pensiya hujjati, bank rekvizitlari, tibbiy hujjatlar, muhim telefon raqamlari, dori ro'yxati. Favqulodda bog'lanish raqami alohida turishi kerak. Agar ota-onangiz yolg'iz yashasa, unga qaysi muassasaga qanday borishni yozib bering. Telefoniga kerakli raqamlarni saqlang. Mahalla, oilaviy shifokor, bank, yaqin qarindosh, taksi, tez yordam. 9-qadam. Pensionerning o'ziga hurmat bilan yondashing. Ko'pincha muammo muassasada emas, oilada boshlanadi. Siz tushunmaysiz, siz bormang, sizni baribir kiritmaydi deb keksalarni qo'rqitmang. Aksincha, ularga tartibni tushuntiring. Pensionerning huquqi bor, lekin tartibga rioya qilish ham kerak. Ikki tomonlama yondashuv bo'lsa, muammo kamayadi. Aziz tomoshabinlar, bugungi mavzuning eng asosiy xulosasi shuki. Pensionerlarni faqat pensioner bo'lgani uchun muassasalarga kiritmaslik adolatli yondashuv emas va bunday holatda asos talab qilish kerak. Lekin ko'p joylarda gap taqiq haqida emas, balki yangi kirish tartibi, elektron navbat, ruxsatnoma, hujjat talabi yoki xavfsizlik qoidalari haqida ketmoqda. Shuning uchun vahimaga tushmasdan har bir holatni alohida tekshirish kerak. Men sizga aniq aytaman. Hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, maqsadingiz aniq bo'lsa, oldindan qabul vaqtini bilsangiz va ariza yozishni bilsangiz, ko'p eshiklar ochiladi. Agar eshik oldida sizni asossiz qaytarishsa, xotirjamlik bilan yozma asos so'rang, mas'ul xodimni chaqirtiring va kerak bo'lsa shikoyat qiling. Sizning hududingizda pensionerlarni qaysi muassasalarda qaytarish holatlari bo'lgan? Bankdami, poliklinikadami, ijtimoiy himoya idorasidami yoki boshqa joydami? Izohlarda yozing. Men eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotlar ayniqsa keksalarimizning huquqlarini himoya qilishda juda zarur.